Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzor qilinadigan xonadonimiz biznes rivojlanib banki yanında joylashgan ekan. Xullas yangi dom obunachilar ko'rishsamki dum qulay. To'g'rimsa kelsak, Toshkent Shifo. Bunun narigi tomoni o'zimizda vokzal, Urganchda vokzal desak ham bor. Bu asosiy lokatsiya bu tomon Jaloliddin Manguberdi Gloni xotirasi yonidan ko'prdan tushganning chap qaralamiz ekan. Benimizin eski Jaloliddin xotirasi Met universiteti şu yerda görüşürüz bilan dim qulay. Asay challar bilan tushuntirib o'tsak ekan obunachilarimiz. Obunachilarimiz kvartiramizda to'liq tushuntirib o'tsak, ikkinchi qavatga keldik. Lokatsiyasi shunda obunachilarimiz eski Jaloliddin xotirasi desak bo'ladi. Sharq bozor. Xullas, keng tushgan 80 metr kvadrat. Общий qator spokletga bog'langan. Bu tomonimizda hojatxonamiz joylashgan ekan. Stollarimiz qo'yilgan, unitazlarimiz, filtrlari, yuvishxonamiz. Gazi, sveti, suvlari bor. Xullas, dokumentlar 100% toza. Metr kvadratni hisoblab beraversa 5-800 dan. Balkon ham bor, keng tushgan balkon. Topli pol, yana alfer kotellari bor ekan obunachilarimiz. Bu xonamiz. Spalni ikkita oynasi tashqari ekan. Xullas 70% bitgan, 30% qolib turibdi. Bu xonamiz mehmonxonamiz. Shunda yangi dom ikkinchi qavatda joylashgan, общий 80 metr kvadrat ikki xona. Metr kvadratini 5-800 dan bersa, obunachilarimiz sog' bo'ling, omon bo'linglar.